Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolingizlar? Hozirgi mezgillarda uy ichi va bolalar hamma yaxshimi? Sizlarga salom yo'llash bilan birga meniki shu Tag saqliq YouTube kanalimni qo'llab-quvvatlab berayotgan butun do'stlarga ko'p rahmatimni bildirman. Mening ismim Mamatjon Qurbon bo'ldi. Qolgan qismini tuvandagi qisqacha tariximdan ko'rolingizlar deb o'ylasam buyruq qilgan deb qoldi ekanman. Uning ustiga ba'zi do'stlarniki ko'zi nachar bo'lishi mumkin. Shunlashqa eng oxir qatim o'zimni bir tunishtirib o'tay deb o'yladim. Men shu Turpan birinchi o'qituvni bitirgandan keyin Lanzo Millatlar universitetida 2 yil tayyorlikda o'qidim. O'qib bo'lgandan keyin 1990-yili hozirgi Fudan universiteti, yana burungi Shanxay Medical universitetida o'qidim. 95-yili maktab bitirib, ikkinchi doktorxona xizmat tushdim. Ikkinchi doktorxonaniki jiddiy bo'limida bir mezgil ishlab, 2 yildan oshiqroq ishlab, odatdagi tashqi kasalliklar bo'limida ishladim. Shu jarayonlarda ishlash jarayonida bu shu yapon tili o'rganadigan bir fursat kelib qolib, Changchunga berib 1 yil o'rgandim. Ondan keyin 2003-yili fursat bilan Yaponga berib o'qish fursati keldi. Shuning bilan Yaponda oz kam degan chaqda 11 yil turibdimiz. Bu jarayonda Yaponniki Kyorin universiteti, ondan keyin Tokyo Medical University'niki immunot kuchi ham anatomiya, ya'ni odam badanining tuzilishi qatorliq kasblarni o'rganib, asosliqi shu immunot kuchi to'g'risida, ya'ni tadqiqotim erlarning tug'masligi to'g'risida maqola e'lon qildim. Shuning bilan shu jarayonda, o'qishdan sirt shu har qaysi sestra kasbiy maktablarda anatomiya, mental, ya'ni ruhiy kasallik, ichki kasallik bo'limi qatorliqlar dars berdim. 2012 maktab bitirgandan keyin shu Tokyoniki markaziy kasbiy sestra maktabda anatomiya dars berdim. Shuning bilan 2014-yili Kanadaga ketdimiz. Hozir Kanadada turman. Mening qisqacha tarixim shu. Shunga bugun hamda 2020-yil 4-oyning biri bo'libdi. Yolg'on o'tish kuni degandek yolg'on chiqib qoldim desam bo'ldi. Haqiqatan jiddiylashdim. Birinchi qatim chiqishim. Shunga hamda yana bir maqsad yaxshi ish, xushallanarli ish. Shu YouTube, Google'dan xat kelibdi. Uni shu Facebook yoki Instagramga atogini choplab qo'yma. Meniki shu YouTube kanalimga a'zo bo'lganlar 100 ni eshibdi. Shuni muboraklab xat keladi ekan 100 ni oshgandan keyin. Shunga menga ko'p rahmat aytaman. Bu joyda hamda bir hisobda men YouTube'ni 3 xil tilda chiqarishni planladim. Yapon tili, ondan keyin xitoycha. Yapon tili va hamda Yaponiyada haqiqatan dars berib qilishga materiallar shunday ko'p menda. Shunga hozir ko'pchilikka yordam bo'lib qolsa deb o'yladim. Undan keyin xitoychani chiqarishimdagi maqsad bu chet elda bu xitoy tilida o'qigan o'quvchilar, Uyg'ur o'quvchilar bak ko'pkan, ularning masalasiga shunchalik xo'sh bo'ldi. Men shuni maqsad qilgan asosda chiqarishga boshladim. Shunga ham ko'pchilikniki tilga emas, ichidagi mazmuniga diqqat qilishni umid qilaman. Bugun mening birinchi qatim YouTube'ga chiqishim bo'lg'achqa, shu birinchi qatimlikdan foydalanib yapon tili bilan xitoy tilida 1 minutdan bo'lsa-mu o'zimni shu YouTube'ga chiqqanligimni deb bir tushuntirish beray deb o'yladim. Ko'pchilikning to'g'ri tushunishini umid qilaman, chunki Yaponda meniki o'quvchilarim ko'p. Men dars bergan, shularni Facebook, Instagram ko'rib turibdi. Shunga men 1 minutdan so'zlab ularga ozroq bo'lsa-mu tushunch berib qo'yay deb o'yladim. 皆様こんにちは。私の名前はメメット・コルバンです。私はウイグル出身で、今カナダに住んでいます。以前東京医科大学で
勉強して免疫と解剖学を勉強していろいろ専門学校で解剖学、精神医学、内科学などを教えました。だから今回皆さんにいろいろですね、健康について自分の分かる範囲で自分の知識を伝えておきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大家好，我叫买卖江古班。首先我要说的是，我不是民国汉。再说我离开祖国已经17年了，所以我的发音也不太准，希望大家理解我。我用汉语投稿的原因是，在国外有好多民考汉的朋友们，所以我所学到的医学知识有所帮助你们。1995年毕业于上海医科大学，现在的复旦大学，然后到自治区人民医院工作，在急诊科工作了2年，然后普外科工作以后，将近在2医院工作了8年，然后2003年留学到日本，在日本杏林大学和东京医科大学读了免疫学和解剖学。我任教了有一些护士专科学校、解剖学、内科学、精神病学等之类的科目。然后2012年毕业以后，在东京首都医校教解剖学。然后2014年到加拿大，希望各位朋友互相转发和支持我，谢谢。yuqorqi ikki tilda so'zladim. Bo'libmi Xitoy juda asosan chekinib turmay, burunmi yaxshi emas edim. Ammo yapıncha ozroq ishonchim bor. Shunglashgan sizlarning to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Mening bundan keyingi planim bo'lsa, ko'pchilik ko'proq savol so'rasa, shuning asosan davomlashtirib maqsad deb o'yladim. Albatta, menmi bilishim tayinliq. Shunga savollarga amalning biricha o'zim bilmasam boshqa doktorlardan, atrofimda doktor tanishlar, doktor do'stlar ko'p. Undan keyin o'zim materiallardan foydalanib amal bosqichiga javob berishga tirishaman. Tugun naq maydon chiqaman, kim o'qidi o'qimayman. Shunglashgan bugun birinchi qatim bo'lishqa bu yurakli qalda chiqish oson emasga. Shunga shu germanlarning bir maqol tamsili ekan. Shuni sizlarga sovg'a qilay. Bir hisobda banga hamroh bo'ldi desam bo'ldi shu maqolasi. Siz boyliqingizdan ayrılsangizmi, inovatingizdan ayrılsangizmi hech qanday ish bo'lmaydi. Ammo g'ayratingizdan, jur'atingizdan ayrilganingiz hayotingizda butun narsadan ayrilganingiz degan gap bor ekan. Shunglashqa men shu jasurlik bilan o'tirishga chiqib qoldim bugun. Bundan keyin davomli chiqib turman. Sizlarni zeriktirib o'tmasligim uchun cho'qim tirishaman. Ko'pincha bu YouTube kanalda bir xil deymiz, qattiq chiqib oldi ekan deymizmi, bir hisobda erkin bo'lolmagandek his qildim men. Shunga men albatta birinchi qatim shunaqa jiddiylashyapman. Ammo endi erkin ozoda parang qilishni eng yaxshi ko'raman men. Shunga erkin ozoda parang qilishi bugungi birinchi videomniki shu ismini Lilla so'zlar deb boshladim. Albatta tansoq bundan keyin tansoq to'g'risida ko'p paranglar bo'ladi. Albatta allab Lilla paranglar to'g'risida parang qilsak bo'ladi. Amsa manglar salomat bo'linglar, xayr xo'sh.